Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi, probatsiya boshqarmasi jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudi bilan hamkorlikda sayyor sud majlisi bo'lib o'tdi. Unda 115 ga yaqin nazorat ostidagi shaxslar ishtirok etdi. Jazoni o'tash davrida qilmishidan to'g'ri xulosa chiqargan, jamiyatda o'z o'rnini topishga intilayotgan 10 nafar shaxsga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 73-moddasiga asosan taqdimnomalar kiritilib, muddatidan ilgari shartli ravishda jazodan ozod etildi. Sud tomonidan tayinlangan jazoning o'talmagan 2 yil 5 oy 21 kunidan muddatidan ilgari Jinoyat kodeksi 73-moddasiga asosan shartli ravishda ozod qilindi. Probatsiya bo'limida nazorat ostidagi shaxslardan 110 nafari sayyor sud tartibida ko'rib chiqildi. Ularning ichidan 10 nafari qayta jinoyat sodir qilmasdan o'zi tuzalish yo'liga o'tganligi sababli ulardan 10 nafarini muddatdan oldin shartli ravishda ozod etildi. Probatsiya hisobidagi fuqarolar jamiyatga qo'shilib odatiy turmush tarziga qaytishlarida albatta bu ishlarning samarasi bo'ladi. 2022-yil sudlandim. 1,5 yil srok oldim va hozir muddatdan oldin ozodlikka chiqarilib, sayyor sud yakunida nazorat ostidagi shaxslar bilan ochiq muloqotlar olib borilib, ularni qiziqtirgan savollarga javob berildi.